Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hammaga Xorazmdan alangali salom. Amazonning UEF apreskuytilni mana dala sharoitda ishlatyapti. Bolalar mana shlangan pullar mana suv berishga tashadi. Bu yerda mana stresson tayyorlashyapti. Buni ob'yemi 1 tonna 350 litr. Ichidagi nimasi. Suv turib mana so'rib ketadi. Hech qanday tepaga chiqib salamiz degan masala bo'lmaydi bu yerda. Bu nasosning moshnasi 160 litr minutiga. Agar polniy оборот bilan qilsa bir 1300 litrni bir 7-8 minutda to'ldirib tashlaydi. Hozir mana dalaga kiradi. Kuzatib turamiz. Mana dalaga kirdi. Mana tepaga ko'tarib hozir qanotlarini ochmoqchi. Mana gidravlitskiy ochib mana dalan chekkasidan boshlamoqchi, pastga polni tushirdi menimcha. Mana hozir porsinkani ochdi, уже ketdi. Gazni berib mana yer qop-qora bo'lib qoldi. Mana sepilgan joyi mana ko'rinib turibdi. Mana mexanizatorimiz Surajbek hozir bu dalaning 2 gektar bu. 7 gektar. 7 gektar hozir qanchadan sepyapmiz? 7 gektardan 4 gektardan 4 tonna. 4 hektara 1 tonna aralashma tayyorladim hozir. Hozir mana rasxoti 270 litr gektarna, shundaymi? Misolchi sal tezroq haydasangiz unda o'zi davleniyani ko'taradi orqada. Agar sekinroqda davleniyani tushiradi. Shunday o'zi чтобы gektarna aytilgan 270 litr sepilishi kerak. Bu o'zi to'shnis qanday chiqib turibdi sepganlaringizda? 10 litr, 20 litr. 10 litr, 20 litr farq qiladi 4 gektarda, to'g'rimi? Bu degani u yaxshi to'shnis. Masalan, bir kanistr suvda u. Biroz ko'rib turibdi. Hozir Surajbek shamol qatdaygan. Bunday shamolda ba'zi o'ylab turibman. Mana forsinkani yana boshqacharoqi bor buni, injektor ne degan. Ana tomchini irrak beradi, changlatib sepmaydi. Bo'lsa shamol uchib ketadi, changlatib, qattiq changlatsa buni. O'simlikka yetib bormaydi. Buni keyingi safar buni oldirib nima qilishimiz kerak ekan. Shu injektorning forsinkalardan bir sinab ko'ramiz, xudo xolasa. Shamol endi ko'pincha shamol bo'ladi-da bu yerlarda, ochiq joylarda. O'zi shamol juda opasnida, uchirib ketishi mumkin. Shuning uchun maksimalni pastga tushirib haydaverasiz. Hozir menimcha 50 sm tepada turibdi-da yerdan. Ana o'dalar tegib 50 cm. Mana sizda